Assalomu alaykum, hurmatli program ko'rguvchilar. Sharq Turkiston Ulusal Manfaat Markazininki xalqaro vaziyat programmasiga xush keldinglar. Bugungi programmaga Ruqiya Turdishxonim bilan men Nijat Turg'un unga ishtirok qildik. Dunyoda nurg'unlagan o'zgarishlar bo'lyotidi. Har qaysi qit'alarda nihoyatda tez. Bugungi programmamizda biz boshda Xitoydagi bir o'zgarishdan boshlamoqchi. Bundan 2 hafta burun Xitoyning Kommunist Partiyasiniki kelgusi 5 yillik plan to'g'riliq bir yig'in ochgan deb butunda nihoyatda cho'ng bir planni o'ttirg'a qo'ydi. Sizningki bu hujjatda bu oxirgi chiqargan oxirgi draftda sizning diqqatingizni chekkan nuqtalar qaysi bo'ldi Ruqiya xonim bu yig'indan? Xitoyningki bu 15 qitimliq 5 yillik plan hozir dunyodagi nurg'un boshqa xalqaro analizchilarmi analiz qilyotidi. Menmi asosan shu analizchilarniki qitilib biroq gap qilishim mumkin bugun, ya'ni qitilmasdan. Chunki bularning deyishicha bir ikki analizni ko'rdim China Brief bilan, aniki Rand Paul'ning, Chatham House'ning analiz qildi deyman. Şunu analiz qilishcha bu qitimqi bular hammasi deyotdi, bu qitimqi Xitoyning bu 5 yillik plan burunqi 5 yillik planlarga o'xshamaydi deydi. O'xshamaydigan yeri burunqisida iqtisodiy planni, shu iqtisodni rivojlantirish, iqtisodni qanday qilib kuchlantirish deb shu ashunda bir iqtisodni markaz qilib qildi, lekin maqtimga iqtisodni texnologiya orqali rivojlantirish, texnologiyani markaz qilish degan narsani qat'iy bo'ladi deydi. Endi bu texnologiyani markaz qilish deganda bu mushu farqi deb ashta deb qarayotdi. Bu Xitoy hozir texnologiyani qatqan bilan qolmay, mana speech nimeniki o'ziniki shu nimsini o'qisam 5 yillikni. Buningda debdi AI'ni shu ya'ni sun'iy aqlni aqlni qo'lida tutgan, ya'ni sun'iy aqlda eng oldida mangan shuningda eng ustun bo'lgan davlat dunyoda eng kuchli davlat bo'ldi. AI'ni kontrol qilsak, ya'ni sun'iy aqlni kontrol qilsak, boshqa hammada eng kuchli bizning kuchimiz dunyoni kontrol qiladi degandek shundan aslida otda. Shuningga bu gaplardan qaraganda Xitoy hamda bu hozir texnologiyani, butun dunyoning texnologiyasini men kontrol qilib, o'zining Tiansha ideologiyasi bo'yicha Xitoyni markaz qilib bütün başka devletlerini mening orbitamda cho'g'laydigan qilaman demoqchi. Endi bu Xitoyninki hozir bu 5 yillik planda o'tirib qo'ygan narsalari birisi shu hamma narsani markazdan kontrol qilish, ya'ni Xitoyning ichida markazdan kontrol qilish bilan qolmay, xalqaroda shu Xitoyni markaz qilgan, ichida butunlay Beijingni markaz qilib, yerliklarga chechib etmay. Asosan hammani shu Xitoy o'zi Beijingdan kontrol qilish, harbiy bilan sivilni birlashtirish uchun mandaq qilib kontrol qilish texnologiya masalasida deb tushunadi. Endi buni xalqaro qilgan vaqtida, ishlatgan vaqtida bular xalqaroda Xitoyni markaz qilish, ya'ni Xitoy davlatini shunday bir markazlik narsani qildi. Uningga yana bir o'tirib qo'ygan narsa pulni, renminbini dunyo uchun kuchash. Yana bir narsa o'tirib qo'ygan narsa xavfsizlik narsi bor. Abay siz dedingiz xavfsizlik to'g'risida nimalarni o'tirib qo'ydi. Bu xalqaro kengaygan vaqtida bular masalan bir balvoq bir yo'l bilan kengayotdi. Burun biz unda askarimiz degan gaplarni demagan, bular faqat biz iqtisodiy jihatdan mablag' solamiz undan bunda degan maqtimqi planda askarimiz degan ochiq gap yo'q, lekin biz aşağıya mablag' silib qurilishlarni yasagan vaqtimizda ta'minlashning bexatarlikka kapolatlik qilishni cho'qim qo'lga keltirishimiz kerak. Ta'minlashning bexatarligi muhim. Buni birinchi o'ringa qo'yamiz, ya'ni oldin qo'yamiz deydi. Demak, securityni. Demak, Xitoy ayada mening qurilish yasaydigan, ko'rik yasaydigan, yo'l yasaydigan, poyezd yasaydigan odamlarim bor, ishchilarim bor. U ta'minlashning bexatarligini kapolatlik qilish uchun mening askarim to'misi bo'lmaydi deb, demak askar akirmoqchi. Ya'ni Xitoyning hozir Djiboutida askari bor, boshqa yerda yo'q-ku deyman. Başqa yerda yo'q. Ba'zi O'rta Osiyo davlatlarida shaxsiy bexatarlik shirkatlari bilan akirgan. State davlat o'zining yo'q-ku. Ammo hozir magipidan qaraganda, mushu bir balvoq bir yo'lga ulashgan davlatlarning hammasiga bu Xitoy askar akirmoqchi ekanda endi. Askar akirimiz bizning military kirdi deb aniq yozmagan bilan planda bular debdi, shu nima debdi-da. Bu yerdagi supply chain, ya'ni ta'minlashlikning bexatarligi. Ta'minlash zanjiri. Ta'minlash zanjiriga bexatarligi cho'qim kapolatlik qilish kerak debdi.
kapolatlik qilishni oldinga o'rin qo'yamiz debdi. Shu muhim nuqtalarning biri ekan hamda-chu. Shuna bo'lganda bu yerga bu xavfsizlikda bu Xitoy demak cho'qim askar akirdi boshqa davlatlarga askariy kuchi bilan kengaymoqchi. Uningdagi texnologiyani men qo'limda dunyoning texnologiyasini tutaman demoqchi. Zaten 44 dunyodagi eng oldida mengatgan 44 texnologiyaninki 37si Xitoyda hozir. Ammo shu texnologiyaning ichida shularni hammasini o'zim qilib boshqalarga tayanmay o'zim qilgan qilman demoqchiman. Bunda bir kuchlangan texnologiyasi iqtisodiy taraqqiy qilgan texnologiya dunyoning oldi bo'lgan Xitoy buningga dunyoga qanday bir narsa ekilishi mumkin masalanchu. Ya'ni bugungi dunyoning eng cho'ng kuchi Amerika bilan bo'lgan munosabat qanday bo'lishi mumkin? Chunki Xitoy ma texnologiyani qo'lda tutaman deb hozir bu Xitoyda nima bor, nima yo'q deganda hozir EV elektrik mashina yasatadi Xitoy EV texnologiyasi bor, solar power bor, quyosh energiya texnikasi Xitoyda bor. Unkin batareyalar Xitoyda hozir, unkin o qimmatli minerallar-chi, rare earth, hozir uchraydigan mineral bu bor. Bular hamda Xitoy nimaga yo'linib qoldi deganda, nima yo'q deganda Xitoyda semikonduktor yo'q. Semikonduktorni bermaymiz Xitoyga deb cheklagan-ku Amerika. Semikonduktor degan kompyuterning chipma shu anikin yuqori darajadagi mashinalarning texnikasi yo'q. Onundan keyin ekosistemning yumshoq detal texnikalari Xitoyda yo'q. Ammo u Xitoyda bu masalan EV, quyosh energiyasi, batareya bular bo'lgan bilan mineral, hozir uchraydigan mineral bo'lgan bilan u minerallardan foydalanib semikonduktor yasalish kerak. Shuni yasash kerak. Hozir Xitoy hamda menda mush narsalar bor deb Trump bu trade warni savdo urushini o'tirib qo'ygandan keyin yuqori darajada boj qo'ygandan keyin Xitoyga bu nima qo'pib Xitoy qo'pib menmi sana nima qilmayman, mau qimmatli minerallarni bermayman deb qimmatli minerallarni hozir nima qilyapti-da Xitoy bermayman deb hozir sodlashib shunda qildi-da. Chunki chekladi. Agar Amerika uni Xitoydan olmasa Xitoyda eng ko'p chiqadigan tursa bu mineral. Amerikaning uni boshqa yerdan pishiqlab ishlab chiqarish uchun 10 yildan 15 yilgacha vaqt ketadi deb analizchilar hozir shunami. Shunga amal yo'q. Xitoydan ilishga to'g'ri kelsa, Xitoy buni qoral qilib, ya'ni weaponize qilib ishlatmoqchi deydi strategiyada. Ya'ni Xitoy qo'sh aylanma nimasi debdi-ku, o'tirib qo'yibdi-ku. Zanjiri, qo'sh aylanma dual circulation degan narsani o'tirib qo'yibdi-ku. U degani analizchilar burun bu masalan 2020dan 2025gacha uni o'tirib qo'ygan zaten sinab yiqib deganchi Xitoy. Ben ba'zi materiallarga qarasam buni sinab baqqan Xitoy, sinab yiqib buni qila olamizkan deb shuning buni qilyotdi deydi. Uningda qanday qildi deganda bu qo'sh aylanma zanjiri deganda iqtisodda nurg'un analizchilar buni Xitoy o'zi ta'minlaydigan, o'zi ishlab chiqaradigan, xalqaro chet elga yo'lanmaydigan munda bir sistemni paydo qilmoqchi deb analiz qilgan. Lekin hozir hamda maqtimqa 5 yillik plan chiqqandan keyin bu analiz hargizmo faqat Xitoy o'zi ta'minlab, o'zi ishlab chiqarib boshqalar iqtisodiy jihatdan yo'lanmaydigan munda bir narsa, ya'ni bir boshqalar bilan raqobat qilgan emas. Bu bevosita udul Amerika bilan qarshilashadigan bir narsa paydo qiladi deydi. Bu aniqlan maqtimqa plan Amerika bilan qarshilashadigan narsani paydo qilgan. Nimishga desa, bu Xitoy ishki jihatdan boshqa yerga yo'lanmaydigan, masalan, biz deydik aviam yuqori texnikalik mashinalar, uningki bu ekosistemninki yumshoq detallari, uniki bu semikonduktor deganlarni Xitoy o'zi yasab olmaydi emas. Buni global bir narsani bir yerda Xitoy bir nimasini yasaydi, boshqa yerda bir nimasini yasaydi, ashtaq qilgan bo'lgan ekan, buni butunlay Xitoy o'zim yasayman deb yasab bo'lguncha u Xitoyga 10 yil 15 yil ketadi, ha, shunami? Uni Amerika mo mineralni boshqa yerdan ilib, masalan, O'rta Osiyo bilan ko'rishdi Amerika hozir. Mineralni ilib uni yasag'ichi Amerika mo o'zi qiladigan bo'ldi-da. Uningga u Xitoy yasag'ini bilan Amerika mi yassa, boshqa davlat mi yassa, u vaqt u Xitoyning yasag'ini kim oladi, shunami? Yana u vaqtda degan Xitoyning iqtisodi cho'kadi degan gapda. Shunga, lekin bu Xitoy mushta nima qilyapti-da, mushu rare earth mineral, ya'ni bu az uchraydigan minerallarni men Amerikaga bermasamlam, chunki Amerikaning yasashiga uni uzun vaqt ketadi. Yevropaga, Amerikaga mushuni bermaylar, ashni qoral qilib ishlatib, strategiyada Amerikani diga yerimga akilib, boshqa Yevropa davlatlarini diga yerimga akilib, meni diginimni qildigan qilib, shuningga majbur qilaman deyapti.
Onundan keyin Mao strategiyasida bu Xitoy bu bir balvaq bir yo'l planidimi abay dedik bexatarlik masalasini birinchi oldin o'rin qo'yman debdi. Bexatarlik masalasi emas, nimani oldin davlatlarning ishga ishiga aralashmaslik masalasini qonun qilib kirgizib debdi. Ishga ishiga aralashmaymiz, lekin askirim turdi deb mendaq mengishi mumkin. Ama o Xitay hazır o 5 yıllık planlaşda yazdı da işe işe aralashmaymiz degan burundan ba mesela bu Xitayning nimasi. Ular degan bilan Xitay buning hammasini amaliyotda qilmoqli. Masalan, hozir bizning Suriyadagi Uyg'ur qismlarimiz Suriya askariga Suriya armiyasining ishchiga kirdi yaşdami? Undan so'ng buni Suriya davlati qaror berish kerak. Ammo Xitay buningga aralashib olib, sana mablag' selish uchun meni mablag' sol desang, sen men Uyg'urlarni yo'q qilsam yedin deb uni o'zining qizilsizga qilib qo'yildi. Bu Suriyaning ishga ishiga aralashganlik amaliyotda. Xitoy amaliyotda ishga ishiga aralashmaslikni qonun qilib dunyoda Amerikaning, G'arbning, ya'ni inson haqlari u davlat bu davlatning ishga ishiga aralashadigan sistemini yo'qotayotman deyapti. Damdi. Shu 5 yillik planlashtirgan bir nuqtaga. Ammo uningga bular g'albi bu Xitoy bu planda zodi amaliyotda g'albi qilamdi, qilmamdi deganda o'zi amal qilmaydigan yerlarim bor-da, bunda masalanchi. O'zi ishga ishiga aralashib hozir Suriyani ishda davatmamdi Xitoy. Sen Uyg'urlarni mishadini yo'q qilsang, uningdagi mablag' solmadi. Bu Suriyani ishga ishiga aralashganlik o'zining gapiga o'zi zidda Xitoyning davatqani. To'g'ri. Sen buningda bu yerdagi chiqarilgan masalan tuzilgan planning nimasida Sharq Turkistondagi xalqqa qanday ta'sir ko'rsatishi mumkin sizcha? Ehtimollik nimasini aytganda. Xitoyning siyosati o'zgararmi yoki bo'lmasa yumshatami yoki bo'lmasa texnik qattiqlik, qirg'inchilikni texnik teziltami? Xitoy Sharq Turkistonni sömürüşni teziltdi. Qirg'inchilik ma'nosi Sharq Turkistonni zaten sömürüp neft deganlarni ipek chunqur qo'llab qo'yatgan. Sömürüşni teziltdi chunki Xitoyninki mablag'ga ehtiyoji bor. Ya'ni tushunammi? Shu mablag'da boshqa yerga tayanib qolmay dunyoni biz so'rash uchun deydi bular. O'tganda Xi Jinpingning bir so'zini e'lon qildi bular. Choushi degan kitobcha e'lon qildi. Keyin uni Kongdan shu kitobga shu o Choushi degan kitobning mazmuni ijtimoiy va iqtisodiy jihatda bizning Xitoyda saqlanayotgan masalalar degan gap. Bu Choushi degan kitob orqali mayli yani tafsil depasam bo'ldi, tafsilroq bu kitobni. Bu Xitoyninki shu davlat ya'ni undaq shaxsiy emas, davlat altdan mablag' soladigan bir gruppasi bor Xitoyning-chu, hozir ismini unutib qoldim. Ve başlığı var Kongdan degan Xitoy. Şu Kongdan degan Xitoy buni nima qildi? Biraz kengaytdi shu Choushi degan narsani shu iqtisodiy nima masalasi uchun. Kengaytib dedi bu bizningki bu mablag' silishimiz Xitoyda nima bor, nima yo'q degandan keldi bu uchun. Xitoyda masalan bu deydi sanoatlash bor. Sanoatlashni qanday organize qilishda biz advantage, ya'ni bizniki bir oldingi alohidligimiz bor. Advantageimiz bor. Onundan keyin market, bozorda afzalligimiz bor deydi. Xitoyning bozorchiq adamichiq. O'zining bozori bor. O'zining bozori va Amerika boshqa davlatning Xitoyning bozoriga yo'linaklik. Bozorimiz bor deydi. Onkin resource deydi-chu. Resursi muhim deydi. Chunki resursni biz bu bir balvoq bir yo'l bilan resursni ilishimiz kerak hammadan deb buni davatda. Onunkin bizda yo'q narsa deydi shu texnologiya, masalan semiconductorni qanday yasaymiz. Anınkin bir narsani qanday nimani ekosistemninki softwarelari, u texnologiyalar yo'q deydi. Uni o'rganib yasab bo'yicha shu ma'lum vaqt ketadi. Bu Xitoyning ishi biza bu 5 yillik ekonomiya nimasi astroq bo'lishi mumkin-da. Abay dedim bu uncha Amerika meni bo'lishi mumkin, tanlashishi mumkin ikkisida. Shuna bo'lganda hozir agar Xitoy hamda bu mablag'ni ilishimiz kerak, bu texnologiyani ilishimiz kerak, mushta bo'lganda biz dunyoni so'raymiz deb bunda bir strategiyani o'tirib qo'ydi, bir planni bu Xitoylar. Bunda bo'lganda bular Sharq Turkiston bilan emas, butun shu bir balvoq bir yo'lda bog'langan davlatlarni sömürishga boshlaydi. Bular rezerv qilib bütün energiyani saqlash uchun sömürdi. Hamda Sharq Turkiston bu bir balvoq bir yo'l masalasidagi eng muhim bir ish. Shunaqa Xitoy siyasetini qattiqlikka yumshatmaydi. U hech qachon siyasetni biroz yumshab, endi Xitoy bundagi siyosatni o'zgaraydigan, berib kelib asta qo'yib beribdi, endi bundagi Uyg'urlarga yaqin ekan. Qip-qizil quruq gap. Chunki Xitoyning manfaati uchun Sharq Turkistondek muhim bir yer yo'q. Hech qanday bir o'lkasi Xitoyning Sharq Turkistondek muhim emas. Chunki u dunyoni sömürüş uchun Sharq Turkiston lozim. Sharq Turkiston bo'lmasa Xitoy dunyoni Xitoyni markaz qilib kontrol qila olmaydi.
Bu birden bir mühim ya. Şununla bu Xitay u yerda özünün emas da Şərq Türkistan. Mening emas bo'lgandikin deb özünün emasli bo'lgandikin hamon bir kuni bu yani avam mısın egisi var ya deb yo'q qilib yetadiki bizni siyosatni bağan sir ching'itadiki hargizmi yumshatmaydi. Men bundan keyin Xitoyning siyosatni yumshatishig'iga ishonmayman. Bu Şərq Türkistanni bek ching tutadi Xitoy. Chunki asosli nima kuchi ashadi. Endi g'arb davlatlarimi buni o'ylash kerak. Xitoyning jon tomiri nada deganni. Çünkü hazır Xitay ekonomik planını, iqtisadi planını oturup koyup Amerikaga resmi ochiq aşkarı meydan okudu. Burun Xitay, biz özümüzün qo'sqini baqimiz, başka devletlerge tecavüz qilmaymiz, başka devletlerge çatliqimiz yok, mundaq deydi. Fakat biz beraber yaman hamkorlikda yaxshi kun kechirishni hamma devletlar bilan birlikda manda arzu qilamiz deb ashta deydi. Lekin maqtimqi planda bu ochiq aşkara. Bu o'zininki aşı mineralni, anonki başka narsalarni strategiya jihatda qo'ral qilib ishlatib, dunyoni biz cho'giltimiz, butun dunyo Xitoyni markaz qilib, mening orbitam bo'ldi degan narsani nihoyatda ochiq o'tirib qo'yganda maqitim planda. Buni Amerikaliklar tahlil qilyapti. Unda olgankin buningdan dunyo ansiraydi. Dunyolar emas, masalan, balkim Xitoy uşaq davlatlarni kayniga selishi mumkin. Afrika, Latin Amerika, bu yerlardagi davlatlarni selishi mumkin. Ammo u davlatlarni kayniga sog'an bilan agar Xitoy mushu plani bo'yicha mengib masalan ishlab chiqargan o'zining mollarini shu davlatlarga sotmay Amerikaga sotmasammi debchi. Masalan, shular osi bo'ldi deb shular setib qilsa, u davlatlarda pul bormi birinchisiga. An ularning resursini olaman deydi. Resursini elib sumagan bilan u yerga askar kirgizaman deydi. Askar kirgizsa u davlatlar qarab o'tiramdi. Ammo gap chiqdi. Xitoy o'zining beshiga bir ish tepishi mumkin. Bütün devletke yani özüge karşı tarafga akilishi mumkin Xitoy. Bu Xitoygami bence yaxshi kun yo'q. Bunun bilan bu 5 yillik plan bilan rast dunyoni so'rab ketishi natayin Xitoyning. Asosan Mishel ulab bir nimaga yetkileydi de bizning chegaramiz bo'lgan O'rta Osiyo davlatlarimizdan. Xitoy masalan bu yerga eng jiq mablag' selayotgan davlat, bu yerga eng chong tijorat qilg'uchi davlat, nurg'unlagan texnologiya kirdi, Xitoylar kuchayotdi. Ta'sir kunnikin kuchayotdi, Rossiyaning ajrashib Xitoyning kuchayotdi. Bugun O'rta Osiyo davlatlarining boshliqlari Amerikada nima bilan Trump bilan ko'rishmoqchi masalan, balki bugun ko'rish bo'ldi, biz so'zlayotganda. Bu yerninki masalan davlatlarninki bular albatta Rossiya va Xitoyning nimasidan qutulishini xohlaydi-ku masalan bular. Ta'sirdan. Balans qilib tursam deydi. Masalan Amerika uchun menda bu yer kerak. Sizce bu yig'inning nimasidan qanday bir natijalar, nimalar chiqishi mumkin masalan? Hazır dünyadaki analizçiler bu yığın içilişten burun bunu analiz kılıp bu simbolik. Amerika hem de arqıtım aşında deydi, lekin resmi kirip uyada bir nas qığın yok, hem qılmaydı. Fakat bu simbolik olsun mu, bu bir Xitoy bilan Rusqa bo'lgan bir bunda bir agahlandırışdak bir narsa buludu. Azraq bo'lsin O'rta Osiyo bilan amaçlı deydi. Azraq bo'lsin Amerika qamiyada degandek bunda bir narsa buludu deb jo'yliqi. Bunda da tudu onu resmi aşağıya berib içib şu minerallarni qilamdı, qilmamdı deganga analizchilar unda qilmaslik mumkin. Bu narsa simbolik deb yozibdi. Ama bence eğer Amerika Xitoyning 5 yillik planini bir jiddiy olsa, o'ziga urushni resmi bir meydan o'qiyotganini jiddiy olsa, O'rta Osiyoga kirish kerak. O'rta Osiyoga kirib, bular hozir Rossiyani egilib o'tadigan bir koridor paydo qilib, ayadan bayliqni oldigan qilamiz deyotdi. Rossiyani egib o'tadigan bir bayliq nimani paydo qilamiz deb u yerga kirsa, Amerikaning u yerga kirishi biz uchun foydali. Biz uchun dengizda turgandan, uzoqdagi dengizda turib Xitoy bilan urushgandan, albatta bizning chegaramizga kirsa, Amerikaning ta'siri kirsa, u yerda faqat iqtisodiy ta'siri, boshda shu iqtisodiy ta'siri bilan kiradi. Amerika zaten iqtisodiy ta'sirini akirgan yerga harbiy ta'sirini akiradi. Masalan, men bugungi xabar qarsam, hozir Damaskusga Amerika askarlarini akirgan Airbase shunami? To'g'ri. Biz uchun bexush xabar bu, mendaqcha aytganda. Shunga Mesela Xitoy agar Amerikaning ta'siri u yerda Suriyada qancha kuchli bo'lsa, Xitoyning besimiga Suriya shunchalik bardoshlik bera oladi degan gap. Shunami? Masalan, Uyg'ur yo'q, sanmayadiki. Men san mablag' sanmayman desa, undan so'ng alternativ Amerika bor bo'ladi Suriya uchun. Biz uchun bexush xabar, foydali xabar deb qarayman. Shuningga ham Amerikaningki ta'siri g'arb davlatlarining
bizni aşı O'rta Osiyoga kirsa bu biz uchunmi bir foydali narsa bo'ldi chegarimizga yaqin kelganidan. Chunki biz baribir o'zimiz yolg'iz bu Xitoy bilan tankilanmaymiz. Baribir tashqi kuchlarning yordamiga ehtiyojimiz bor. Hozirgacha masalan Falastinni nurg'un davlatlar qo'lladi-ku, o'zining arab To'g'ri. davlatlari bugungi kunga keldi. Ammo bizni hech bir davlat qo'llab Amerikadan boshqa, Yevropa davlatlaridan boshqa ular faqat diplomatik bir şekilde qo'llab qo'ydi, simbolik bir şekilde qo'lladi, ammo rasmiy şekilde qo'llig'ini yo'q. Ammo Amerika agar haqiqatan shu Xitoyninki bu qitimqi 5 yillik planni jiddiy olsa, o'ziga maydon o'qiyotganini ko'rsa, chunki Xitoyning bir balvoq bir yo'li orqali mablag'ni shunda olmasa u ishkini etib bilib ya versa Sharq Turkistonni ya versimi o mablag' yetmaydi-ku Xitoyga. Baribir Xitoy shu O'rta Osiyodagi mablag'ni, boyliqni, ya'ni mablag' deyman. Boyliqni olmasa, tabiiy boyliqni. U Xitoy yana dunyoni so'rayman deb bo'lmaydi. Dunyoga yana kengayolmaydi. Bir balvoq bir yo'l orqali kengaymasa, dunyoni Xitoy qanday kontrol qildi? Masalan, dengiz orqali qildi deyli. Hozir Xitoyning yana bir nimasi bor bu, o'zimiz tayinimiz degan narsa, ma bu 5 yillik plan. Debdi desa, biz dunyodan energiyani, tabiiy boyliqlarni akirgan vaqtimizda bizni shu tabiiy boyliqlarni akirgizmaydigan bo'g'ib qo'ygan checkpointlar bor. Malaka misin. Shu yerdagi yo'l malaka demabdi. Masalan, u balkim dengizdagi checkpoint bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa trade var, ya'ni urushirak ani bermayman, mani bermayman, sanction deydigan checkpoint bo'g'ib qo'ydigan ishlar bo'lishi mumkin. İşte bo'g'ib qo'ydigan yerlarga biz yo'linib qolmaydigan bo'lishimiz kerak debdi. Ama bunu Xitoy nimdigi agar masalan dengizni Amerika qattiq kontrol qilsa, demak Xitoy quruqliqdimi nima qildi-da? Quruqliqdimi? Shunga bu To'g'ri. Özürlerle kalmaya, onda kısa Xitoy'nın ki bütün dünyaya baylıqını akırıverdiğin yoğun bir yolunu içpegen buldu. Denizliler akırmaydı ki Xitoy hazır poizini emmeyek sevası. Şunu bu Amerika'nın ki O'rta Osiyoga bir simbolik şekilde emas, resmi şu minerallarını iliş üçün kirişi pek mühim. Hem de o minerallarını alamdı degende mineralını ağam bile o yerde Amerika'nın bexatarligi lazım, supply chain'nin bexatarligi lazım. O yerde askeri güç kirdiğin. Üyek askeri güç kirirse, o vaqtida bizning Sharq Turkistonga qanday fursatlar tug'iladi, uni kelgusi belgilaydi. To'g'ri. Xitoyda bu planda masalan bu abaytan nimasi kelsak, iqtisodiy jihatdan taraqqiy qildida, masalan, bexatarlikka masalan ahamiyat beramiz dedi. Bu kuchlangan Xitoyninki masalan askariy taraqqiyoti masalan qanday bo'lishi mumkin kelgusida-chi? Mesela kichkina nimbasim kechiring. Nurg'unlagan harbiylarni tozalab etdi. Mesela abay men qarasam 27 dona harbiy amaldorni nimadan elib yetibdimish 1 yilning ichida-chi. U favqulodda jiqsonda masalan. 11 ni ko'rdim men evatgan. 2024dan boshlab hisoblab bir statistikani ko'rgan. Vaqtim evatgan 11 g'o. Temi 25 bir yilning ichida 27 amaldorni elib yetibdi. Bunda iqtisodiy jihatdan kuchlanib nima qilyotdi, askarlarni taraqqiy qildiramiz deydi. Paralel oldi. Xi Jinping mesela o'zining yaqin o'z saylagan harbiy amaldorlarni yo'qotyotdi, ammo ehtiyojı var bularning bir kuchli bir harbiy taraqqiyotiga. Sizcha qanday bo'lishi mumkin? Bence Xi Jinping tazılatıdı, özüge sadık durduğun qıpçı. Çünkü özüge Xitay Komünistik Partisi'ge en sadık, yani hukukunu bölüp çıkıp kalmışsa onda. Hazır devlet bilen partiye birleşiklik o, birleştirmek hatta ama teknolojiydi mi bula armiyaga birleştirib etdik. Mesela devletlerindeki xalqaro qonunlarda cheklangan bo'ldi nurg'un masalan atomninki tadqiqotlari, ya'ni boshqa dori tadqiqotlari, nurg'un tadqiqotlarni xalq uchun tadqiqot, izdenish, ya'ni doktorlik yoki sivil uchun ishlatadigan tadqiqotlar bor. Bularning hammasini armiya bilan birlashib dual use, ya'ni qo'sh ishlatish, xalqqa ya'ni ijtimoiy iqtisodiy taraqqiyotga ishlatib, armiyaninki kuchlanishi, ya'ni bexatarlik qurollarning kuchlanishi uchun ishlatamiz deb buni birlashtiradi. Bu Amerika uchun aytganda pek qo'rqinchli narsa. Chunki bu narsalarning hammasini texnologiyani bu harbiyga ishlatsa, u vaqtida harbiy dünya bu Xitoyning harbiysi bek kuchlanib ketsa, dunyoga bir cho'ng tahdid bo'ldi. Yilitin ashta 5 yil mundaq qilman deb maydon o'qiyotdi. Rasmiy kuchib o'zimi dedi zaten 2030 vaqanda armiyani oqilmay ko'p qilma deb. U vaqtida bir cho'ng tahdid bo'ldi-da. Dunyoning beshiq bir balo bo'ldi degan gap Xitoy. Shuningga
Bu hozir armiyani Xitoy u yer ichidagi men bir tozlash deb tushundim. U Xitoy qarshi bir narsa paydo qilishi tas armiyani tozlab, texmi bir armiya bilan davlatni kontrol qiladigan munda bir holga kelib qilishi mumkin Xitoy uchun. Askar bilan kontrol qiladigan bir davlatga aylanib ketishi mumkin. Xitoy o'zining xalqi uchun pek xatarlik bu. Ammo Abay degan Xitoyniki Xi Jinpingniki Choushi degan narsada bu işte bu etmesliğinin aldığını iliş için Çavuşu diyen kitapta Xitay, Xi Jinping nima debdi desa bu üç narsani o'tirib qo'yibdi bular. Hozir Ukraina bilan Rusning urushini tadqiq qilib bular. Bu Rus qanday yerlarda bu Rusning afzalligi yo'q urushniki, qanday yerlarda afzalligi bor deganning hammaning tajriba sohalarini tadqiq qilibdi uchun. Ankin dunyoda bo'layotgan boshqa yaqin zamon urushlarini uchun. Onunki nuklear varmi, atom urushi, onunki convention bu atom atmaydigan normal urushmishlarning hammasini tadqiq qilib bular biz hozir Abay degandek military bilan sivilni, xalqni birlashtirib etish uchun nafti. Ki military askar xalqni kontrol qiladigan bo'lib qolsa, u vaqtida o'zining xalqini o'zi o'tirib askariy kontrollik bir narsa chiqib qolsa, dunyoga xatarlik, o'ziga xatarlik onki butun xalqni askar qilib etadigandak bir narsani yaratmoqchi bo'ladi. Qanday qildi desa, butun maktabga military ideology, askariy ideologiyani targ'ib qilib, bularning vatanparvarlik tuyg'usini kuchaytirib, har bir kichik bola, har bir xalqni shu Xitoy davlatining kuchlanishi, Xitoy davlatiningki super power bo'lishi, Xitoy davlatining dunyoni so'rishi, Xitoy davlatining eng kuchli bo'lishi uchun hamma narsani beg'ishlaydigan darajada beshini, doktrinada jubchu beshini. Aslında qilib vatanparvarlik ideologiyasini, vatanparvarlik degani shu military ideologiyani, ya'ni shu pek jiq singdirishga birsi. Yana birsiga Rusning askarlari not ready combatgan deydi. Urushga tayyor emasgan deydi. Chunki masalan tajriba olmagan, urushga tayyor emas, menda holda bo'lsa bo'lmaydi. Har zaman askarlar urushga tayyor holatda turadigan bo'lish kerak. Ya'ni urush qilib vatan uchun o'lima degan bir narsa va ya'ni pul urush qilmay unda da masalan Rossiyada pul berib urushtirdi o'shna. Vatanparvarlik bilan vatan uchun o'lima deydigan moshunda bir ideologiyani qattiq singdirib o'tish kerak deb kichik bolalardan tortib, boshlang'ich bolalardan tortib boshlab military, askariy ideologiya, vatanparvarlik ideologiyasini ashuni o'tirib qo'yib singdirib o'tibdi hozir Xitoy. Undan keyin sivilni askarni qo'llaydigan qilibdi. Manda qilish uchun xalqqa buni targ'ib qilibdi. Askar olmasa xalq olmaydi, xalq olmasa askar olmaydi. Sen askaring olmasa sen hech nima emas deb xalqni butun kuchi bilan askar xato qilamdi, harbiychi Xitoyning PLA to'g'ri qilamdi. Butunlay harbiyni qo'llaydigan shaklda akilish uchun ashta bir doktrinni yurgizish uchun o'sha Choushi degan narsani chiqaribdi hozir. Shuni qilib yo'l qo'yapti hozir Xitoylar uchun. Muşa bir güçlengen bir Xitay meslençi, iqtisadi va texnologiyasi taraqqiy qildi, askeri jihatdan taraqqiy qilyapti meslen. Tönögün keşte qarasa meslen Twitter'da Suriyaning nimasini ilib etmoqchi ekanliq belirtdi, xavfsizlik nimasidan ovoz beribdi. Xitoy bu yerdagi birin o'tirib qo'ygan narsa almashtirishinglar kerak bu yerda. U yerdagi chet ellik urush kelgan jangchilarni bu temaga kirgizishinglar kerak. Shu chog'da biz tasdiqlaymiz debdi. Rad qilib yetibdi masalan Suriyaga kelgan ilqi jazoni ilib etadigan bir ovoz qo'yib ekanda. Bu yer demoqchi bo'lgan Xitoyniki Uyg'urlarga bu yerdagi Suriyadagi Sharq Turkistonliklar. Shuncha kuchli Xitoy bu yerdagi o'zini po'siq selishtirgan chog'da g'oyat zo'r farq bor endi. Nima uchun buni nima uchun bu yerdagi 10-20 ming odamdan qo'rqudi bu Xitoychi masalan? Andishisi qiladi. Menchi bunda o'ylayman, Xitoyda har qancha cho'ng qurollar bo'g'ini bilan masalan atom qurollari deylik. Atom qurollarini dunyo hozir deylik atom bilan atomni uradigan mandaqqa ishlatilmaydi. Chunki birisi hammasida bor. Atomni masalan Amerika atdi atomni ya bir yak atdi deylik. Atsa u unga qarshi atadi. Mutual destruction. Ikkilisiga yaxshi emas. Ikki tarafning adami jiq o'ladi. Shunga bular hozir atom ishlatganda atomni yan bir tarafning atom ishlab chiqaradigan yeriga etib xalqqa atmaydi. Birisi qo'rqinish paydo qilish, maxsus atom bo'la yo'linib urush qilmasdan konvensional bor, ya'ni askariy kuchga tayanibmi urush qiladigan bunday narsani agar unda qilmaydigan ish bo'lsa dunyo birisi atomasi umma atudi butun dunyo vayron bo'lib ketadi. Vayron bo'ldi.
ikki taraf qazanamaydi. Şu çoxum birisi qazanış kerak da u yerda. Xitoy men He, so'rayman dunyoga o'zining odamlarni o'lab ketishini xohlamaydi. Shuningga doğru. u faqat atom urushiga yo'linib qolmaydi-chu bundan keyingi Hı urush. hı. Shu Hı bu hı. askariy urushga yo'lindi, konvensional warga, odatdagi normal urushga. Buningga nemiz ketadi. Bunda urushda adam sonining oz yoki ko'p bo'lishidan bakarak bormi? Bor. Abay Xitoy o'zinikiga dedim-ku, chevshi deb cho'qim Hı ideologiyani vatan hı. uchun qurbon beradigan shunday yetishtirmasak bo'lmaydi ekan, boshqa yerda urushganda pul urush qilgan askarlar yaxshi urusholmaydi ekan, kombatga ya'ni urushga tayyor bo'lolmaydi ekan deb shuni tajribasini shuni yakunlab chiqdik deb shunday ideologiyani hozir singdiradi. Ammo bizning Uyg'urlardagi u Suriyadagi ko'zini qo'qatdi-chu Xitoyning. O'tgandan Hı beri hı. izlagimi chiqdi. Bular eng qahramonlik bilan urushadigan xalq, yonmaydigan xalq, bek botur degandan u Xitoyni qo'qatdi degan gap. Deterrence degan narsa-chu meyatki. Xitoyni Hı hı. qo'rqitadigan bu adam oz bo'lsin, jiq bo'lsin, bu yonmaslik degan bu narsa bir tahdid. Onu bu bir, ikkinchisiga u Xitoyda ming cho'ng qurollar bo'lgan bilan urush faqat cho'ng qurollar bilan bo'lmaydi. Hı Vaqti hı. kelsa yana o'sha adam kuchi bilanmi urush bo'ladi. Shuningga yana baribir bu Uyg'urlar bir yerda keladi bizga bular bekorga tayyor bo'lmadi. Bular vatan uchun deb butun kuchi bilan qurbon beradigan ideologiyasi bek kuchlikka Sharqi Turkistonda bular e'lon qilib bo'ldi emasmi bizning Hı orzu hı. butun maqsadimiz Xitoyni qo'g'lab chiqarish, Xitoyga qarshi urush qilish, shuning uchun biz bu yerda yetishdik shu maqsadda dedi. Uning ustiga bular shu Xitoyning zulmiga bütün Şərq Türkistan xalqı qırğınçılıq uçratqan Xitay özünün cinayətini bilidi. O bizninki o Xitaydan hərgizmi yanmaydigan, öç aldığımızı bilidi. Ayyanın egisinin bizlikimizni bilidi. Ondan keyin hamam bir günü bular bir yerdən fürsət tepib mənə kelidi deydi Xitay. Hı Onu hı. şu qandaq olmasın bunu yo'qotmasam, hamam bir günü bir yerdən kelidi deydi. Çünki bir dövlət degan 50 yil, 20 yil, 100 yillikni o'ylaydi bu 5 yillik Doğru. planı bilan tugib shuningga. Şuna bu yılqı Uygurlardan ben bir çoğun devlet o 10 min adam demiş kılalaydı demeydi. Vakti gelgende bir adam mı bir çoğun işlerini çıkarıp itelişi mümkün bu yani. Şuna konuşacağım. Doğru. Doğru. Hürmetli görünmeli bugünkü programımızga yaxtırıp kelganligingiz uchun ko'p rahmat. Keyin qatim ko'rishguncha omon bo'ling. Sizga rahmat Nicat. Anlıqçılarımıza Rahmat. rahmat.